Oldingi darsimizda qanday qilib premium olishni ko'rsatib o'tgandim. Ya'ni mana premium bor. Agar sizda demak PMI ilovasi yo'q bo'lsa, sotib olishni bosganingizda karta nomeri kiritish chiqadi. PMI ilovasi ochilib, o'sha yerda o'sha kartangizni kiritib SMS orqali tasdiqlasangiz ham to'lov kelishi mumkin. Endi biz farzand qo'shishni boshlaymiz. Uning uchun plus tugmasini bosamiz va bu yoqda bizda farzandimiz ro'yxatdan o'tgan nomerini kiritishimiz kerak. Hozir demak men o'zimni o'sha ukamning nomerini kiritaman. 88lik 305 2207, to'g'rimi? Demak, qo'shishni bitta bossak, bu yoqda mana Ravshanbek deb o'zi chiqib qoladi mana farzandlar degan joyga. Endi yana plusni bosib, yana qo'shib ketsangiz bo'ladi. Ikkita farzandingizni qo'shib boshqarsangiz bo'ladi. Bundan tashqari ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Aytaylik, qo'shish tugmasini bosib, agar farzandingiz telefoni yo'q bo'lsa, offline qo'shish degan tugma bor. Mana telefon raqamsiz. Bu nima bo'ladi? O'zingiz telefoningizda vazifalar berib boshqarib yuraverasiz. Mana shunaqa imkoniyat bor. Uning uchun farzandingiz ismini kiritasiz. Misol uchun Ruslan deb yozamiz. Uni tug'ilgan kun oylarini kiritasiz. Misol uchun qanchadir. Undan keyin demak o'g'lim, qizim tanlaysiz. Ularni demak bu yoqda demak fe'l-atvorni tanlab qo'yasiz. Va mana qo'shilib qoladi. Endi bularga vazifa berishni boshlaymiz. Vazifa berishning bir necha usullari bor. Demak, misol Ravshanga vazifa bermoqchi bo'lsam, Ravshan ustiga bosaman. Bu yoqda demak vazifa qo'shish, mana pastda plus tugmasi bor. O'shani bossangiz, bu yoqda Ruslanga beraman debdi. Ravshanga bersin deymiz. Vazifa yozasiz. Aytaylik, ertalab ertaroq turgan yoki 10 bet kitob o'qigan. Mana shu kitobda 10 varaqni o'qigan. Yoki siz premium sotib olganingiz uchun bu yoqda qo'shimcha ikonka bor, ya'ni chiroq belgisi. Ustiga bosganingizda biz oldindan kiritib qo'ygan vazifalar bor. Aytaylik, uyda kichikroq bog' yaratish yoki tabiat uchun foydali ish qilgan degan ma'noda piyoda yurish va boshqa vazifalar bor. Aytaylik, biz piyoda yurish tanlaymiz buni. Piyoda yurish, 1 kilometr piyoda yurib, yo'lda qiziqqan tabiat rasmini yubor. Uni yuborsa siz 10 coin beraman deb aytyapsiz va uni siz ertaga topshirish kerak. Ertalab yoki obedgacha piyoda yursa, ertaga sizga 12 gacha yuborsin. Mana. Shuni tanlab qo'yasiz va tanlaganingizdan keyin Ravshanga yuborish tanlaysiz. Demak, Ravshanga vazifa yuboriladi. Vazifa yuborilgandan keyin pastda mana vazifalar ikonkasi bor, o'shanga bossangiz, bu hali yangi vazifa bo'lib turibdi. Endi Ravshan o'zining telefonidan bo'ldi, men o'sha vazifani bajaraman deb boshlashda bitta bossa, mana bu yoqqa tushib qoladi. Ya'ni siz uni vazifa boshlaganini bilsangiz bo'ladi. Keyin mana shu yerda o'zida agar vazifani yakunlagan bo'lsa, sizga keladi, rasm yuborgan bo'lsa, rasm yuklagan bo'lsa, shularni ko'rib tasdiqlasangiz bu yoqqa tushadi va unga coin qo'shiladi. Mana shu orqali bo'ladi. Vazifalarga bosib, yuqoridagi, ya'ni o'ng yuqoridagi plusni bosib vazifa qo'ysangiz bo'ladi. Yoki demak farzand ustiga bosib ham o'sha vazifa bersangiz bo'ladi. Birdaniga ikkita farzandga yuborsangiz bo'ladi yoki birdaniga bitta farzandga yuborsangiz bo'ladi buni. O'zingiz ham bu yoqda matn yozsangiz bo'ladi yoki bu yoqdan ham foydalanib ko'rishingiz mumkin. Ya'ni shunaqa imkoniyatlar bor. Bundan keyingi darsimizda farzandda qanaqa vazifa kelishi va vazifani yuborishini ko'rib o'tamiz. Sekin-sekin mana shuna qadamma-qadam shu ilovani sizlarga tanishtirib boraman.